Yakkasaroy Dream House Novostroykasidan to'rxona 136 kvadratli eksklyuzivniy xonadonimiz sotuvga chiqqan. Kelinglar, uy bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Qavatimiz esa 3-qavatda joylashgan. Bizning asosiy kirish qismimiz, bu yerda stroyniy shkafimiz bor. Bu yerda esa oynali zonamiz. Tashqariga chiqib ketishingizga o'ziga qarab chiqib ketaverasiz. Uyimizda attachenti bo'yoqlari ishlatilgan. Endi oshxona qismimizga kiramiz. Oshxona qismimizda ham ko'rib turibsizlar, juda ham kattagina. Barcha texnikalarimiz, Hoffman texnikalari ishlatilgan va ayollarimiz maza qilib bu yoqda pishiriq kuydirlarni qilsalar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, oshxona mebellarimiz ham juda ham sifatli krashinli materiallardan qilingan. Bu yoqda esa oilaviy choy ichib o'tirishingiz uchun oshxonada 6 tali stol, stul, kattagina televizorlarimiz o'rnatilgan. Yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni bu umumiy sanuzel qismimiz, ya'ni hojatxonamiz keladi, ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda esa bolalarimiz uchun chiroyli, yaxshigina sharoit qilib qo'yilgan konditsionerlari bor. Juda ham chiroyli qandillarimiz bu xonadonimizga joylashtirilgan. O'zini shkaf qismi, bu yoqda dars qilib o'tirsalar bo'ladi. Bu tarafimizda ham shkafimiz bor. Biralarimiz, xullas juda ham chiroyli va eshiklarimizga ham ahamiyat berasiz. Sifatli, chiroyli eshiklar o'rnatilgan. Xo'p, bu yo'lak bo'ylab kelganimizda bizning yana bitta bu yoqda umumiy sanuzel qismimiz, mana shu yerda kirlarimiz ham yuvsak bo'ladi. Bu yoqda esa yana bitta kattalar spaniyasi ko'rishingiz mumkin. Yorug' shinam, juda ham maza qilib dam oladigan sharoit qo'yilgan. Biralari neobechniy bo'lgan. Bu yoqdagi qandillarimiz ayollarimiz uchun komod, televizor, hamma qulayliklarga ega. Bu yoqda esa yana bitta mashxonamizning o'zining sanuzel qismi. 3 ta sanuzeldan iborat. Bu yoqdan mehmonxona o'rnida foydalanasiz. Ko'rishingiz mumkin, yumshoq mebellari, bu yoqda kattagina televizorlarimiz va uyimiz klassika uslubida remont qilingan va qandillarimiz juda ham chiroyli. Bu yoqda 6 talik stol, stul o'zini idish-tovoqlari bilan qo'yilgan. Bu yoqdan yana bitta spalni o'rnida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'zining spalnilari, biralari va bu yoqda shkaf qismi bor. Mana bu yoqdan bemalol yopib foydalansangiz bo'ladi. Uyimizga narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 295 ming so'ralyapti. Yana joyida, xudo xolasa, chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.